Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti 2-kurs talabasi E'zozbek Yo'ldoshev bugun mehmonimizlar. Ular bilan yaqindan tanishib olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Kayfiyatlari yaxshimi? Ha, Xudoga shukr, yaxshi. Demak, bizni ma'lumotlarimizga ko'ra siz ijodkor ekansiz. Ya'ni she'riy kitoblaringiz chiqqan ekan. Umuman mana shu ijod yo'nalishidan anchadan beri shug'ullanasizmi? Nega aynan ijodkorlik? Qanchadan beri shu savollarimizga bugun Keling, javob avval bersak. o'zlariga qisqacha bir ma'lumot berib bo'lsa, qaysi yo'nalishda o'qiysiz? Men 2022-yil prezident qarori bilan tashkil topgan Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari institutining 2-bosqich talabasiman. Xitoy tili yo'nalishida o'qiyman. Institutimiz tashkil topganda barchaning xabari bor. O'tgan dasturlarda ham mehmon bo'lib kelganman. Yana chaqirganidan xursandman. Endi til o'rganish bilan birgalikda insonning o'zini qiziqishlari bo'ladi. Ingliz tilida aytganda hobbisi deydi-yu, shunaqasi bo'ladi. Men she'riyatga qiziqaman. Bunga asosiy turtki shu Muhammad Yusuf she'rlari bo'lgan. Yoshligimdan o'sha Muhammad Yusuf she'rlarini eshitganman. Meni birinchi ustozim bobom bo'lganlar. Bobom ona tili adabiyotdan dars berganlari uchun aynan adabiyot sohasiga qiziqqanman. Keyin ijod qilganman. Sekin-sekin, demak, bobongiz o'zlari yordam berganlari mana shu ijod. Ha, o'sha birinchi marta she'r yozganimda bobom ko'rib berganlardan tahrirlab, senda nimadir bor, harakat qilishing kerak deb ilhom bergan. Demak, she'riy kitob hozir chop etilgan. Mana shu haqida. Hozir o'sha institutimiz tomon kelganimda, institutga o'sha iqtidorli talabalar saralanish jarayonida rektorimiz tomonidan targ'ib qilingandagi o'sha she'riyat yo'nalishiga qiziquvchilarni to'plaganimizda, agar she'r kitoblarga yetadigan she'ringiz bo'lsa chiqartiramiz deb institut yordami bilan kitobim chop etilgan, Rangin tuyg'ular nomli. Hozirgi vaqtda yana o'sha o'zimning yo'nalishim bo'yicha Xitoy tili kitobi ham nashr etilyapti. Undan tashqari Oqshom o'ylari degan yana bitta she'riy kitobim nashrga berilgan. She'riy kitob. Hozirda jarayonda. Demak, birinchi mana shu she'riy kitobingizda nechta she'rlar bor taxminan? Birinchi endi sinov tariqasida bo'lgani uchun 32 ta she'r berilgandi. 32 ta. Uni Albatta, ko'proq qaysi mavzularda she'r yozishni yaxshi ko'rasiz? Endi Muhammad Yusufning ijodi bo'lgani uchun ko'proq o'sha ishqiy mavzularda she'r yozib turaman, lekin har bir ijodkorning o'zi bitta she'r yozish uchun ma'lum bir turtki bo'ladi. Albatta. Masalan, ishqiy mavzuda bo'lsa, aniq bir turtki yoki bo'lmasa, umuman boshqa mavzuda bo'lsa ham qanday bir turtkisi bo'ladi-da, ichki hissiyot bo'ladi, o'sha mavzu yoziladi. Ilhom bo'ladi. Keling, avvalo mana shu bitta she'ringizdan eshitsakda, keyin sekin suhbatimizni davom ettirsak. Xo'p, yuqorida aytganimdek, bu she'rimiz bahor kelguncha, ya'ni uydan uzoqda Namanganda bo'lgan vaqtim bir yaqin yosh kattaroq amakimiz o'tib qolganlar, men kechroq xabar topib qo'yganman. Shundan ilhomlanib, turtki bo'lib she'r yozganman. Marhamat. Hasratlar yurakda to'planar gohi, toki murg'ak qalbning sabri to'lguncha. Kimlarga tushadi ajal nigohi, kimlar bor, kimlar yo'q bahor kelguncha. Yulduz ham abadiy turmas osmonda, umri vaqtinchalik quyosh turguncha. Vaqt degan tezobning ishi yomonda, kimlar bor, kimlar yo'q bahor kelguncha. Shamol yelaverar, kun chiqaverar, oyning umri axir quyosh kulguncha. Vaqt jon tomiriga nish tiqaverar, kimlar bor, kimlar yo'q bahor kelguncha. Yaproq navdasini quchib yig'laydi, mahkam yopishadi kuchi bitguncha. Tomir ayriliqdan yerga sig'maydi, kimlar bor, kimlar yo'q bahor kelguncha. Muhabbat abadiy emas, bilaman. Vaqti oshiqining qalbi o'lguncha, yana takror qalbim tilaman. Kimlar bor, kimlar yo'q bahor kelguncha. Vaqt ham mangu emas, vaqt ham sanoqli. Soatlar yashaydi qoyim kelguncha, hech narsa mangu emas hamda vafoli. Kimlar bor, kimlar yo'q bahor kelguncha. Insonlar ketadi bir kun olamdan, ular yashashadi yurak urguncha. Faqat mehr qolar har bir odamdan. Kimlar bor, kimlar yo'q bahor kelguncha. Qadrlang vaqtida har kishingizni, yo'qlab turing vaqtim bo'ldi deguncha. Keyin qilarsizda shu ishingizni. Kimlar bor, kimlar yo'q bahor kelguncha. Juda ham ajoyib ijro bo'ldi. Barakalla. Haqiqatan bir insonni qalbining tubiga kirib ketib, albatta ta'sirli she'r.
Xursand bo'ldik. Hozir mana shu she'rdan ta'sirlangan holatda biroz sukunat bizda studiyamizda bo'ldi. Rahmat deymiz. Go'zal she'r va ijodga, buni demak qofiyalarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, yoshingizga nisbatan ancha kattaroq bir fikrlar bor bu yerda. Kimdir yordam berganmi? Mana shu she'rda kimdir ko'rib beradi baribir. Albatta, ustozlarimiz shu institutimizda ham tilshunoslik bo'yicha dars o'tadigan ustozlarimiz bor. Bundan tashqari Samarqand davlat chet tillar institutida, akademik litseylarda ustozlarim bor. Har bitta she'rni yozganimdan keyin albatta endi shoirlar darajasiga yetishimizga hali ancha borda. Shuning uchun ustozlarimizga tashlab, har bir misralarini, satrlarini ko'rib berishlarini so'rab, ko'mak so'raymiz. O'zingizning yo'nalishingiz bo'yicha ham adashmasam ish qilyapman dedingiz, kitob chop etyapman dedingiz. Ana shu haqida ham ozgina ma'lumot bersangiz. Endi Xitoy tili bo'yicha endi ikkinchi kursimiz. Aslida ingliz tili tayyorlanib turib, Xitoy tiliga o'qishga kirganmiz. Yo'nalishimiz Xitoy tili bo'lgani uchun endi yo'nalishimiz bo'yicha ham ketishimiz kerak degan maqsadda Xitoy tilidan o'sha HSK 1 darajasida endi tilni o'rganadiganlar uchun Xitoy tili qo'llanma ishlab chiqqanmiz. Ustozimiz o'sha Xitoy tili o'qituvchimiz bilan birgalikda qo'llanma yaratganmiz. Juda ham zo'r, ayniqsa hozirgi yoshingizga nisbatan. Demak, endi qandaydir rejalar bordir. Institutda umuman o'qishda yangi bir sentyabrdan men mana shu narsalarni amalga oshiraman. Yoki sentyabrgacha nimadir o'qishga borgunimcha nimadir ishlarni amalga oshiraman degan. Xudo xohlasa, endi bilamiz davlat tomonidan beriladigan imkoniyatlardan unumli foydalangan holda bugungi kunda nomdor stipendiyaga, Navoiy stipendiyasiga harakat qilyapman. Asosiy maqsadim hozircha shu bo'lib turibdi. Yaxshi maqsad. Pog'onama-pog'ona chiqib boramiz, Xudo xohlasa. Albatta nasib etsin deb qolamiz. Yana bir she'rim bor dedingiz. Keling, ana shuni ham birgalikda eshitsakda, keyin ana shu she'r haqida muhokamamizni davom ettiramiz. Xo'p. Bu she'rim aynan biz yoshlarga tegishli. Hozir kitob o'qiyapman deydigan yoshlar ham oz kitob o'qiyapti deb o'yladim. Shunga yozdim. Kitob o'qimaydi hozirgi yoshlar. Ularga qiziqmas buxoriylar kim? Bugun gapiradi Yevropa yotlar, Navoiy avlodi jim turmoqda jim. Boburning so'zlari baytlarda qolgan, javonda eskirgan Bobur nomasi, Allohga ishq deya yashashdan tolgan, bugun unut bo'lgan mashrab nolasi. Chingizning ruhini qiynagan bobom, Sint daryo bo'yida urgan qaddini, zor qaqshab dodini aytmoqda hamon Muhammad Yusufning Jaloliddini. Ruhan xasta bo'lgan xayollar bugun, lekin bu aslida o'tmish xatosi, istiqbol yo'li ham uzundan uzun, tib qonunda qolgan buning davosi. Kitob o'qimaydi hozirgi yoshlar, internet balosi solmoqda tahdid, o'tmish hali hanuz hamzani toshlar, cho'lpon qodiriylar kim uchun shahid? Kitob o'qiganning qanotlari keng, boshi uzra turar baland bir mash'al, chiroyi Yusufning chiroyiga teng, cho'lponga boqqandek boqar bir go'zal. Baland ko'tarmoqni istasin yurak, bobolardan meros kelgan mayoqni yotlarning qo'liga bermaslik kerak, Kubroning qo'lida qolgan bayroqni. Munavvar qorini tanimaydi hech, Avloniy maktabda chekmoqda alam, mihrobdan chayonni haydamoqqa kech, o'tgan kunda qolgan qodiriylar ham. Shovqin solar hanuz ruhlar isyoni, yangrab turar mangu nazrul vidosi, ota bo'lib bugun vatan qurboni, to'xtamas erkinning asriy nidosi. Kitob o'qimaydi hozirgi yoshlar, O'tkir Hoshimovning bahorlari yo'q, bahor qaytmaydi deb egilgan boshlar. Dunyoning ishlari nechun ko'ngil to'q? Ra'noda vafo yo'q vijdonsiz juvon, Shomrodning ko'ksin teshgan asli o'q. Yo'lidan ko'zini uzmasdan hamon, kimsanni kutgan robiyalar yo'q. Yulduzlar yonadi mangu va mudom, or bo'lgan kurashda hayot va mamot, xiyonatdan kuyib ot kishnar oqshom, hayot kurashida yengilgan murod. Juda ham ajoyib. Haqiqatan har bir asarlarni birlashtirib, nomlarini. Buning uchun tarixni bilish kerak. Bu she'rni endi yozish uchun birinchi hayolimga shu narsa keldi. Tarixni, demak, uyg'unlashtirilgan holatda qaysidir ma'noda kitobga bo'lgan ko'proq kitob o'qigan insonda mana shunaqa talant bo'ladi. Badiiy kitoblarni ko'p o'qigan insonda. Kitobga mehri bor inson bo'ladi. Chunki bilyaptilar-da, ko'p kitoblarning nomi keltirilgan bu yerda.
Demak, mana shu kitoblarni o'zingiz ham o'qigansiz. Kitob ko'p Albatta. o'qib turasizmi o'zi? Ha, albatta o'qitiraman. Talaba bo'lishingizga qaramasdan, o'sha maqola, ilmiy ish kitoblarga qaramasdan Chunki badiiy asarlarni ijodkor o'qib turamiz. deganda birinchi xayolga o'zi kitob ham keladida, o'zi aslini Albatta. olganda. Juda ham xursandmiz. Mana shunday yaxshi ijod mahsullarini davomiy qilishingizni tilakdoshimiz va bunday kitoblar, she'riy mazmundagi she'riy kitoblar ko'proq chop etilsin. Umuman o'zingiz aytganingizdek, ana shu Navoiy stipendiyasiga yangi o'quv yillarida albatta sazovor bo'lishingizni tilakdoshimiz. Rahmat. Albatta. Rahmat aytamiz yana bir bor tashrif uchun va keyingi ishlaringizga muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Rahmat.